Arzimagan bitta dona tunka bilan 300 ming rasxoti oldini olishni o'rgatib qo'yaman. Bu narsa Evrosonslarda juda qo'l keladi akalar. Usta akalar, mendan xafa bo'lmaysizlar. Bugun xalqimizga juda manfaatli video olayotganman. Buning uchun akalar bizga 12 galobga udinitr tirshotkasi kerak bo'ladi. Yeger degan datchi bo'ladi Evrosonslarda. Ikkita boltini bo'shatiladi. Ikkita boltini bo'shatganingizda bu narsani o'rtasida xuddi shunaqa shayba chiqadi, flans chiqadi. Bu flansni o'rniga manaqa tunkadan kesib, mana shu flansni olib tashlab, xuddi shunaqa tunkani mana narsani o'rtasiga qo'yib, mahkamlab qo'tirib qo'yiladi. Bunda kompyuterda noto'g'ri havo surish ko'rsatgani sababli moshlarda qaltirashlar bo'ladi, titrashlar bo'ladi, siltashlar bo'ladi. O'sha kasalliklarning uncha-munchasi shu narsa bilan yo'qolib ketadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalarim. Arzimagan bitta dona tunka bilan 300 ming rasxoti oldini olishni o'rgatib qo'yaman. Bu narsa Evrosonslarda juda qo'l keladi akalar. Usta akalar, mendan xafa bo'lmaysizlar. Bugun xalqimizga juda manfaatli video olayotganman. Buning uchun akalar bizga 12 galobga udinitr tirshotkasi kerak bo'ladi. Yeger degan datchi bo'ladi Evrosonslarda. Ikkita boltini bo'shatiladi. Ikkita boltini bo'shatganingizda bu narsani o'rtasida xuddi shunaqa shayba chiqadi, flans chiqadi. Bu flansni o'rniga manaqa tunkadan kesib, mana shu flansni olib tashlab, xuddi shunaqa tunkani mana narsani o'rtasiga qo'yib, mahkamlab qo'tirib qo'yiladi. Bunda kompyuterda noto'g'ri havo surish ko'rsatgani sababli moshlarda qaltirashlar bo'ladi, titrashlar bo'ladi, siltashlar bo'ladi. O'sha kasalliklarning uncha-munchasi shu narsa bilan yo'qolib ketadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalarim.